Shu videoda kipriklarim qanaqa zo'r o'sayotgani shunda bilingani. Shu videoda ham kipriklarimni har doim qayta tomosha qilaman. Shu videoni qo'ygan kunimda ham direktimga bomba tushgan. Voy, kipriklaringiz bunaqa uzunmas edi-yu degan SMSlar juda ham ko'p kelgan. Chunki kuzatuvchilarim bilishadi-da, oldin polni puchkovoy kipriklar ulab yurganman. Bu hammasi o'sha sivirtkami natijasi qizlar. To'g'risini aytaymi, sizlarga nimanidir tavsiya qilib sotsam, birinchi navbatda o'zim sinab, u mahsulot ishlashiga ishonch hosil qilib, ana undan keyin sotuvga qo'yish odatimni sevaman. Har doim ishonchli sinovdan o'tgan mahsulot sotuvga qo'yganim uchun ham, sotuvga qo'yganimdan keyin natijalar tonnalab keladi. Kelinglar, men sizlarga klientlarimning natijalarini ham ko'rsataman. Men birma-bir natijalarni qo'yaman. Sizlar bo'lsa har biriga baho berasizlar. Ko'rib turganinglardek bu sivirtka kiprik qoshlarni o'stiradi, yangi tolalar chiqishiga yordam beradi. Kiprik va qoshlaringlarni qalinlashtirib beradi. Aytuvdim-a, sizlarga tabiiy kipriklarni trendga chiqaramiz deb. Bu hali hammasi shunchaki boshlanishi. Trenddan qolmaslik uchun zudlik bilan tabiiy qosh kipriklaringlarni mani sivirtkam bilan o'stiringlar. Shu nomerlarga Telegramdan yozsanglar, sizlarga bu sivirtka haqida to'liq ma'lumot beraman. Birgalikda tabiiy qosh kipriklarini trendga chiqarishda davom etamiz.